Assalomu alaykum. Bugun 19-iyun 2026-yil. Ro'paramizda mana Rainbow uzumlarimiz rang olishni boshladi. O'tgan yili ko'kka ko'k payvand qilingan. Osti damski. Mana pastdan bitta ko'z payvand qilgandim, bitta shoxini tanasiga. Mana ko'rib turgan joyingiz. Shu yerdan ko'z payvand qilingan. Bu Yulian. Yulianni mana boshlarini ko'ryapsiz, katta-katta. Uchta bosh qoldirdim bunda. Yog'i Rainbow. Bitta daraxtda bir 3-4 ta nav payvand qilingan. Bu yog'ida Lamborghini. Bu yog'i yana Rainbow. Bitta daraxtga albatta bir necha xil navni payvand qilmagan yaxshi, balansni saqlagan yaxshi. Turli xil daraxtni baribir o'sish kuchi har xil bo'ladi. Shuning uchun bitta nav payvand qilingani yaxshi bitta daraxtga. Bu yerda avatar uzumlarimiz rang kirishni boshladi ularga. Ha. 2024-yil bahorda qalamchi ekilgan. Qalinligini qarang, tanasini. Kamida 5-6 yillik uzumga o'xshaydi. Boquv juda yaxshi bo'lgan. Ekish to'g'ri amalga oshirilgan, to'g'ri parvarish qilingan. Mana bu yil ancha-muncha hosil qo'yib berdim. Shu avatar ro'ziga. Bu ikkinchi shoxi. Bu yerdagi matchni kustimizga ham 3-4 xil nav payvand qilingan. Bu Oscar so'rg'ich simon bo'ladi. Donlari ko'rib turganingizdek, uni yetilishiga hali bor. Naxotka Kaluginaga rang kirishni boshladi mana. Bu ham o'tgan yil payvand qilingan. Mana boshlab. Yaxshigina o'sgan. Ostida esa men eng yaxshi ko'rgan navlarimdan biri Alinka. Yetilay deb qoldi. Donlarini kattaligini ko'rsangiz. Mana. Oq uzum. Alinka. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.